Bozorga borib dushovoy taraf qidirib yuribsizmi? Dushovoy kanal deyiladi o'zi aslida. Buni razmerlari 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 metrgacha hammasi bor. Bundan tashqari eng katta pluslardan sifoni 48 litr suv o'tkazadi, ya'ni tiqilib qolmaydi. Yana bir mayda chuyda narsalarga e'tibor berishgan desanglar, mana shunaqa kalitchalar ham chiqargan. Upakovkasi mana shunda turganda tiqilib qolsa mana shunaqa turib bemalol qo'lingizdan olishingiz mumkin. Gidrozatvori 2 xil. Gidro, ya'ni suvli, suv bo'lmay qolsa quruq zatvori ham bor, ya'ni sassiq hidlab o'tdan o'tmaydi. Bundan tashqari noshkalari bor, ya'ni regulirovka qilinadi, ko'tariladi, tushadi, pastroq, balandroq hidli bo'ladi. O'zini qalinligi bor, yo'q 7,5 sm to'pli polni ichiga bemalol kirib ketadi. Plasmassa maxsus ABS degan plasmassadan qilingan, baquvvat, uncha-muncha sinib ketmaydi. Keyin bularning eng katta fishkalaridan bittasi bu yoqdan bu yoqqa, uklon qilib turib, sezayotgan bo'lsangiz, mana shu kichkina ariqcha qilib qo'ygan, silliq ariq bo'lib oqib tushadi. Mana shu sifon menga eng yoqqan joyi 360 gradusga aylanadi, ya'ni bu ertaga kanalizatsiya turib beroqda chiqarilgan bo'lsa, bemalol o'shanga moslab turib montajlasa bo'ladi. Pishvoy 304 modeldagi nержавейка staldan qilingan, qalinligi 1 mm, shuning uchun ustida cho'milganida sakrasanglar ham hech narsa ezilmaydi. Keyin buni bundoq turib kafelni mana shu joyiga moslab olsangiz bo'ladi. Sizlarga kafel yoqmasa yoki mana silliq joylar yoqmasa, mana bu chiziqliklari, mana kateriklari, dumaloqlari, mana bunaqasiga chiziqliklari ham bor, hammasi bor. Upakovkasi menga baqotligi yoqqani, sababi bu ertaga hamma stroy materiallar bilan uylarga olib borib tushib ketsa ham, ustiga tashab yuborsa ham, yiqib qo'ysa ham, ustiga bir narsa tursa ham ezilmaydi, qirilmaydi, chizilmaydi. Bemalol pastiga raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.